eksterior yoki interior dizaynni g'oya qilayotganda qanaqa qilaman, jarayon qanaqa bo'ladi, o'shani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ya'ni menda где-то 1-2 kun faqat shu ideya qidirib, g'oya yig'ish bilan o'tadi va uni men bitta papka qilib boraman. Ya'ni mana foto degan u arena rasmi turadi, ideyada o'sha ideyalar turadi. Shu ideyani ichida mana papkalar bo'lib chiqaman. Birinchi yig'ganlarimni misol uchun ertasi kuni уже boshqacha bo'lishi mumkin. Ertasi kuni yana yaxshirog'ini topaman. Misol uchun yoki klient bilan ko'rishgandan keyin, boshqa bo'lgandan keyin qachondir уже keyingisini alohida papka qilaman deb mana уже xonalarga bo'lib chiqdim. Va ularda keyin modboard qilishim uchun, ya'ni o'zimga detalniy qaysi devorga nima qilishim uchun Figma degan sayt bor. Figmada planirovkani qo'yib olamanda va bo'lib chiqaman. Misol uchun mana 4 ta qismga ajralgan bo'lsa, bitta qismi bunaqa, bitta qismi boshqacha, bitta qismi misol uchun podkastga mo'ljallangan, boshqa qismi umuman boshqacha atmosfera va o'rtadagilar devorlar. Va mana bu juda qulay mana shunaqa ideyani tushirish uchun. Misol uchun buni 3D vizualizatorlarga berish uchun ham ancha yaxshi bo'ladi. 3D vizualizator ham oson tushunadi va ish ham siz xohlagandek chiqadi. Ya'ni bu yerda misol mana bu eshiklik zonasi bu tomonda bo'ladi. Mana bu yerda pianino mana ko'k bilan belgilab qo'yganman. Pianino turadigan joyi bu qizil devorda mana kamen bor. Orqasida kamen turadi, boshqa bo'ladi, tepada ramkalar, umumiy atmosfera shu. Bu devor qismiga mana bunaqa atmosfera. Mana bunaqa. Xo'p. Shunaqa. Bu tomonida mana misol uchun pardalar qanaqa rasmga tushganda qanaqa tushsa bo'ladi. Bu yerda ham parda bo'ladi. Bu yerda chunki katta panoramli oynasi bor. Qanaqa bo'ladi?